Şan şevketlik ulug'liq egisi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. İnsaniyat faxri Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Sevimli qarindoshlar, bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan tarixiy masjidlardan Quba masjidini tanishtirib o'tamiz. Quba masjidi bo'lsa, islom tarixida tunji silingan Payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lib, hayotida tunji sog'an masjidning o'zidir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madina Munawwaraga kelgan vaqtida dastlabki Quba mahallasiga tushgan. Mush oldimizda ko'rinayotgan mush uy bo'lsa, Quba mahallasidagi Amr ibn Avf jamoatining oqsoqoli Kulsum ibn Hadim degan sahobaninki uyi. Bugungi kunda buni yarmanka qilib Quba masjidiniki oldida izn saqlab qo'yibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush uyga tushgan, kechasi mush uyda turadi. Kunduzi Sa'd ibn Haysama degan sahobaninki uyda turadi. Bu Sa'd ibn Haysamaning uyimi mush oldimizdagi uyning oraliqdagi maydon. Ay shu ko'ringan ash Muna Sa'd ibn Haysamaning uyining joyi deyildi. Eng muhimi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mush ishga uyda turgan. Kechasi Kulsumning uyida, kunduzi Sa'd ibn Haysamaning uyida turadi. Chunki Sa'd ibn Haysama radhiyallohu anhu bo'ytaq bo'lg'achqa Madinadagi me'morlarni, rasullarni yo'qlig'iga kelgan kishilarni kutulishga ait aplik munosib bo'lg'achqa kunduzi Sa'dning uyida, kechasi Kulsum ibn Hadimning uyida turadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Kulsum ibn Hadimning uyida turgan vaqtida Qubalıqlarga dediki, "Kelinglar, bir tosh yig'ib kelinglar, men sizlarga bir masjid sappiray." Degandek ki sahabalar bu yerda o'zigidan tashkillanib, payg'ambarimiz boshlamchi bo'lib, mush toshlarni yig'ib, mush masjidni tunji qatim ul silishqa, qo'pirashqa Rasululloh o'zi boshlamchilik qilgan. Shammus degan bir ayol sahabining rivoyat qilinishicha, men payg'ambar alayhisolatu vasallamning Quba masjidini sog'an holatini ko'rgandim, qarab turgandim. Payg'ambar alayhisalom ig'ir toshlarni maydalariga, qo'soqlarga choplab, ko'tarib, Quba masjidini sog'andi. Boshqa sahabalar kelib, "Ya Rasululloh, bo'ldi, siz ko'tarmang, biz yetimiz, biz kupoya" degan vaqtida, "Yo'q, sen boshqa toshlarni ko'targin, boshqa toshlarni ekagin" degan deydi. Demak, bu Rasulullohning naqadar oliy janobligi va kamtarligi aks ettirilgan bu hadisdan. Yani tunji bo'lib boshlamchi bo'lgan qo'mondonniki birinchi bir boshlamchiligi mushnodan belingil bo'ldi. Mana mush oldimizdagi masjid Quba masjidiniki hozirgi ko'rinishi. Asli Quba degan mush mahaldagi bir quduqning ismi bo'lib, keyin mush ma'lumi mush quduqning ismi bilan atalgan. Undan boshqa mush masjidmi Quba masjidi degan mush quduq nomi bilan keyin mashhur bo'lgan. Bu ayni vaqtida Madinaning sirtidagi bir joy. Bu Quba masjidi bugungi kunda bo'lsa, bu shaharningki ichida muhim o'ttiri rayonlarga joylashgan, lekin ayni vaqtida shaharning sirtida. Oldimizda ko'ringan mush uyninki mush do'qsi, shu Kulsum ibn Hadimning asli uyninki joyi deyiladi. Mana bu muborak joy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni kutgan, Rasulullohni hurmatlagan, azizlagan, Makkada patmagan mushriklarning dastidan yo'lanchiku holatda turgan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tunji qatim mehmon qilib, hurmatlab, qadrlab kutgan ansorilarning Aws jamoatininki uyi mushu. Aws qabilasining uyi mushu. Bu masjid aslida payg'ambar alayhisolatu vasallam zamonida sinilgan vaqtida o'g'isi yo'q, to'risi yo'q holatda bir taxminan bir necha metr atrofida tam qo'pirilgan. U nihoyat oddiy silinganda, chunki Rasululloh bu yerda 4 kun tug'an, ya'ni bir rivoyatda 14 kun tug'an deyiladi, lekin Rasulullohning tug'an vaqti nihoyat oz. Shunga buni oddiy bir tosh bilan qo'pirilgan. Xalifa Usmon radhiyallohu anhu davriga kelgan vaqtida Quba masjidini qayta bir yangilagan. Lekin bu mu Rasululloh davridagi holatdan jiq farq etmagan. Undan keyin hamda Umaviylar sulolasi davrida Valid ibn Abdul Malik degan xalifaning davrida Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayh Hijriya 87-yillari taxminan Quba masjidini qaytadan bir yangilagan. Buni ham kengaytirib, bu vaqtda tunji qatim hamda mush munobek etgan Umar ibn Abdul Azizninki zamonasida. Undan keyin hamda Mamlukiylar, Turk Mamlukiylar sulolasi davrida bir qatim yangilangan.
Bu taxminen Hicriye 840-yillari davrga to'g'ri keldi. Hamda eng oxirgi qitim yangilangan vaqtida koni davrning eng oxirgi qitimi Osmaniylar sulolasidan Sultan Mahmud II ning zamonasida bir qitim yangilangan. Bu taxminen Hicriye 1245-yili. Ondan Sultan Mahmudning o'g'li Abdulmajid bir qitim yangilagan buni. Hamda hozirgi ma ko'rinishi bo'lsa miladiya 1980-yillardagi o'ttirlari Saudiya podshohligi jamiyatidan podshoh Fahdniki yangilagan va kengaytgan hozirgi holati shu. Bu holati bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonasidan va xalifalar davridagidan xililam keng holatda kengaytirilgan. Buning taxminan ichiga 20 ming odam sig'idi hozirgi holatda. Mana shu oldimizga ko'rinib turgan bu taxtada shu Qur'on oyatlaridan va payg'ambarimizning hadislari va sahobalarning asarlaridan naql naqllar shu taxtaga yozilgan. Buningda Quba masjidiniki fazilati haqidagi mazmunlar bayon qilingan. Cümleden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisida kim muşu mescidga Quba mescidiga kelsa, şu yerda namoz o'qisa bir ömür ajrinki savob bo'ladi degan payg'ambarimizningki hadisi bayon qilingan. Uningdan boshqa payg'ambar sallallahu aleyhi ve sellem namoz o'qish Madina Munawvarda ham Quba mescidida ömür haj bilan barobar degan hadislar bor. Umar ibn Xattobningki mundaq bir so'zi bor ekan. Agar Quba mescidi yiroq qirlarda bo'lsa-mu biz u yerga to'gi chop turib baratdik degan. Yani demak bu haqiqatan Quba masjidiniki naqadar fazilatini bayon qilingan. Hamda Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu mundaq degan ekan. Quba masjidida o'qilgan 2 rakat namoz mening Falastindagi Baytul Maqdisga 2 qitim bag'inimdan yaxshi. Agar Quba masjididagi fazilatni bilalsa musulmonlar bu yerga to'gi chop turib, ya'ni beslashib kelgan bo'ladi deb shundaq degan. Bu Hokim rivoyat qilgan hadis. Qubaniki muhim fazilatlardan hamda bu tunji qitim payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z qo'li bilan solgan masjid. Hamda islom tarixida dunyodagi 3 cho'ng mashhur masjiddan qolsa, shu Quba masjidi muhim ajr bektilgan masjidlarning biri. Mana sizlar ko'rib turgandek, shu taxta shu Quba masjidiniki kirish g'arbiy kirish ishkiga chaplangan, tashqi urilgan bir Rasulullohning hadisi. Bu hadisda mundaq deyilibdi: kim uyda taharatni ilib ondan Quba masjidiga kelib namoz o'qisa, bu odam uchun ömrning ajr bo'ladi. Ya'ni Makka mukarramadagi Baytullohni ömr qilgandek bir ajrga erishadi degan hadisni chaplab qo'yapti. Bu hadis sahih rivoyat qilingan. Ibn Majah rahmatullohi alayh rivoyat qilgan hadiskan. Undan boshqa bu Quba masjidi haqida shu tuvan yuqorida ko'rib turayotgan sizlar shu taxtdagi oyat tushgan. Estaizu billah. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqan an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yani bu oyatda ikki mazmun bayon qilingan. Birinchisi bu masjidniki tunji kundan boshlab taqvolik ustiga qurilgan bir masjid ekanligi bayon qilingan. Yani bu müşadik ensarlarniki jangovorligi, taqvodorligi va imoniga bog'liq bo'lgan bir masjid bu. Undan boshqa bu yerda shundaq bir kishilar borki, ular pokiz bo'lishni yaxshi ko'rdi. Alloh mu pokiz kishilarni yaxshi ko'rdi deydi. Bu sur Tavbaninki 108-oyati. Chunki bu oyatmi Qubaliklar haqida tushgan. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qubaliklar dediki, sizlarni Alloh subhanahu va taolo maqtavadi, sizlarda qanday fazilat bor degan vaqtida ya Resulullah biz tarat qilib bo'lgandan keyin chamma tashlar bilan tozalab bo'lib, undan keyin biz suv bilan istinjo qilamiz degan vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq ekanda deb bularniki o'sha suv bilan istinjo qilganligini Rasululloh o'zi ma'qullagan, qarorlagan sunnat. Mana bu istinjo qilish sunnati shu Alloh subhanahu va taolo tarafdan maqtalgan Qubaliklarning fazilatidan bizga meros qolgan bir sunnatlarning biri. Sahobalar bu masjidga payg'ambar alayhisolatu vasallam kelgan kunni udullab, Rasululloh qandoq kelgan bo'lsa, shu peti kelishni orzu qildigan, shunday keladigan sahobalar bordi. Abdullah ibn Qays degan bir kishiniki deyishcha, men bir kuni Quba masjidida namoz o'qib, bir qichirim bilan minib kelayotsam, yo'lda Abdullah ibn Umar degan kishi piyoda ketib o'tibdi. Men darhol ko'riblam qichirdan tushib
"Ey tağa, bu qıçırğı menga men seni opirib qo'yay, meni vag'i" desam, "Yo'q. Men payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu masjidga piyoda kelib namoz o'qiganligini ko'rgan. Shuning uchun men bu Rasululloh piyoda kelgandek kelishni yaxshi ko'raman" deb qıçırğı menishga unamay o'z yo'lini davom qilib ketavergan deb shundoq deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu yerga her shanba kuni ba'zida piyoda, ba'zida uloqliq holatda kelib, mishada 2 rakat namoz o'qib ketadi. Bugungi ziyoratimiz musharakchi bo'ldi. Keyin qismda ko'rishaylik. Allohga omonat.